Qana savdoshlar yaxshimisilar? Bugun biz shu package import to'g'risida qattiq so'zlab o'tmoqchi. Package yani nima degan vaqtida, masalan, biz IntelliJ-da uni chekib new package ni besib o'zimiz ism qo'yib qo'ysak, masalan, mesh deb ism qo'yib qo'ysak, mana bu package oldu. Bu package-ni açıq olunmaydı ya yapıq olunmaydı, miyə görünməydi. Package degan bir folder o'xshash bir narsa. Bu package-ning ichiga hamda biz bir Java klassni, bir test degan klassni qo'yib qo'ysak, mesh uchun miyə chiqib turdi. Qaysi package-ning ichida mesh degan package-ning ichida bir test degan klass bor deb chiqib turdi. Nima qilib bu package-ni ishlatamiz? Package-ning nima ahamiyati bor degan vaqtida, masalan, bizningki o'zimizning kompyuterga qarab baqsak, bir muncha directory'lar var, bir muncha folderlar var. Nima shu folderlarni ishlatamiz deganda, uzun gapni qisqartirsak turga ayirish. Yana bizning kompyuterimizda nurg'unlab materiallar bo'ldi. Bu materiallarning hammasini birdan yozib qo'ysa, ma'lum bir narsani topilgan vaqtida topolmay elishib ketamiz. Unda avarchilikdan saqlanish uchun ularni turga ayirib, ma turninki narsaga mani ma'ya hisob qo'yay deb turlashtirib, o'xshash turdagi narsalar ya bo'lmasa o'xshash bir xildagi xususiyatni olgan narsalarni bir folderning ichiga solib qo'ysak, bu shunaq ratlik turdi. Keyin biz ishlatib qolsak ko'rishga qulaylik bo'ldi. Bu package nima deyaptilar, shu bir folderning rolini o'taydi. Hamda hozir qanaqa yuz berdi desak, hozir bu yerda Java degan package-ning ostida ikkita student degan klass bor. Klassning ismi o'xshash. Amaliyotda bundaq o'xshash klasslar bo'lib qolsa bo'lmaydi. Miyada nima xatolik chiqmaydi degan vaqtida, chunki ikki package-da, ya'ni ma'ning ichidagi student, bu ana ichidagi student degan. Buni texnik aniqroq tushuntirsak, yana bir package qurib, mashq 2 deb qo'yaylik. Mashq 2 ning ichiga bir student degan klassni qo'yaylik. Buni qursak jami 3 student bo'ldi. Masalan, mashq 1 bilan mashq 2 ikki ayrim package, so'ng ikkisi hech qanday xatolik chiqmaydi degan gap. Xuddi bu nimani bildirdi degan vaqtida Ahmadjon ismliklardan nurg'ulg'an bo'lishi mumkin. Lekin bir odam topilgan vaqtida biz package-ning ismini qo'shib bersak, qaysi Ahmadjon deyotganligimizni uqalaymiz degan gap. Masalan, Urumchida o'tirgan Planchi rayonininki, Planchi mahallininki, Planchi binosiniki, Planchi qavatidagi Ahmadjon desak, shu rayon, qavat, bino degandeklar package hisoblanadi. Aynan keyin biz shuningga bo'ylab kelib Ahmadjonni yoki student degan klassni topa olamiz. Student bilan student o'xshash, lekin mavi mashqning ichidagi student, mavi mashq 2 ning ichidagi student, ikkisi ikki narsa bo'ldi. Xuddi Oltoydagi Ahmadjon bilan Urumchidagi Ahmadjon, ikkisi Ahmadjon degan gap. Agar biz mashqning ichiga yana bir Ahmadjon qo'yib qo'ysakchi, yana bir o'xshash student deb bir klass qo'yib qo'ysak, unable to parse template class deb bir xatolik chiqdi. Bu student degan already exist. Azaldan bor bo'ldi. Buni qayta quramaysa deb nim qildi. Demak, biz o'xshash package-ning ostiga o'xshash klasslarni qura olmaymiz, lekin o'xshamaydigan package-larning ostiga o'xshash klasslarni qura olamiz degan gap. Deydigan gap nima deganda import. Agar biz mana ichida studentning ichiga bir mandirg'ul bo'lgan bir main funksionni qursak, lekin biz buning ichida test degan funksiyonga ichiga bir metod quraylik. Masalan, public void print int deb bir funksiyon beraylik. Bizga bir degan sonni print qilib chiqarib beradi. Biz studentning ichida turib testning ichidagi funksiyonni qanaqa ishlatamiz degan masala kelib chiqadi. Bu vaqtda qanaqa ishlatamiz? Bu vaqtda import degan gap orqali ishlatamiz. Import degan gap Uyg'urchami import deymiz. Bir narsani boshqa yerdan akilamiz deganlar gap qo'y import degan. Ashtonga o'xshash biz studentning ichiga testningki metodini akiramiz degan gap.
Masalan, bir yazıp koysak, bizler qanday kirdi degan vaqtda import qilamiz. Nimani import qilamiz desak, mashqning ostidagi chekitdan o'rnab test degan klassni import qildim deb qo'ysak, mana bu bir mukammal bo'lgan import shakli bo'ldi. Buni akirib qo'ydik, ham qanaqa ishlatamiz degan vaqtda. Masalan, bu testni men static function qilib turay, osonroq bilish uchun. Udul ishlatalaymiz emasmi? Shunda udullam test dot print deb udullam mashqniki ichidagi testniki funksiyasini mashq 2 da ishlataldim menga bir deb sanchiqdi mana. Mana bu importniki alaylik. Aka yana bir gap naskartib qo'ysak, naming convention deb bir narsalar bor. Bu degan yumshoq qoidalar. Chuqur mashq qilish kerak degan gap emas. Bunda klasslarning ismlarini qo'ygan vaqtida har bir xatniki birinchi harfi chuqur cho'ng harf dizilishi kerak. Shoma testni kichik harf dizib qo'yibman. Bu bir naming conventionga uyg'un kelmagan bir ish. Sizlar buniki bu xatolikni saqlanib, har bir harfniki boshlang'ich harfini cho'ng qilib yozsanglar, naming conventionga uyg'un bo'lgan harakat hisoblanadi. Ma bir xato, bir bad practice. Buni diqqat qilib qo'ysanglar. Andan keyin Anka qanday ishlar bor, undaq bo'lsa, bir yaxshi nima deyapti-da, Java'mi bizga bir muncha klasslarni yozib qo'ygan. Masalan, biz studentning ichida bir degan sonni print qilgan bir funksiyon ishlatmoqchi. Lekin biz bu yerga o'zimiz yozishimizning hojati yo'q. Biz ma testni abayqandek import qilib paketlamoq, test o'zi yozib qo'ygan narsani biz ishlatmaydi. Bu degan shuna yaxshida biz qayta yozishimiz ketmaydi. Shunga o'xshash nurg'unlagan odamlar nurg'unlagan funksiyonlarni bizga vakolatda yozib qo'ygan. Biz ko'pincha ahvolda import qilib ashlarni yozib qo'yganda ishlasak ham bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa nega yozib qo'ydi? Bu yozib qo'ygan narsani qanday ishlatamiz? Bu yozib qo'ygan narsani ko'pincha ahvolda Java'ning o'zining API'lari bo'ldi. API degan nima narsa degan vaqtda API'ning to'liq atilishi application programming interface bo'ldi. Interface mi keyin o'rganadigan bir mazmun bo'ldi. Buni keyincha tushunamiz. Application programming interface ni hamda hozircha mushta bir klasslarning documents deb tushirib tursanglar bo'ldi. Masalan, miyadan tordan izlasanglar Java'ning bundaq dokumentlar var. Hammasi mesela üstündekilari package'lar. Package'lar bunday narsalar bor. Masalan, Java'da lang degan package'ning ichiga kirsak, ama ostida klasslar bor. Qanday klasslar bor? Ama interface'lar, ama klasslar, boolean, byte, double, float, integer, math deydigan bir muncha klasslar bor ekan. Masalan, math degan klassni chekib baqsak, ama o'ntirib qarsak, mathninki nimaligini bizga tushuntirib berdi. Hisobda bu bir lug'atdek bir narsa. Biz mush orqali bir narsani ishlatmoqchi bo'lsak, ko'ra olamiz. Qaysi packageda qaysi klassni ishlatdik, hammasi misol bor. Ana keyin buni qarab baqsak, bu yerda bir bundaq attribute'lar bor ekan. Bundaq methodlar bor ekan, abs degan nima deb qarab baqsak, returns the absolute value of a double value. Biz agar bir double ni bersak, tarnaqchiga parametr qilib, bizga mush double niki absolute valuesini qaytarib beradi. Amma yerda add exact, copy sign, decrement exact degandek bir muncha metodlar bor ekan. Bu metodniki type'lari nima narsani qabul qildi, ismi nima, nima ish qildi, parametrni qanday beramiz, hamma narsa misol bor. Bu bir lug'atga o'xshash bir narsa, bu bir dokument. Misol qarab ishlasak bo'ldi. Anki Java IO deydi, Java input output degan narsa, men file deb bor ekan. File da qanday metodlar bor ekan, boolean, can execute, can write, can read degandek bir muncha
nimalar var ekan. Bunga constructorni qurmoqchi bo'lsak, file, string path name degandek bir narsalarni berar ekanmiz. Agar buni ishlatmoqchi bo'lsak, qanday ishlatamiz deganda, bu yerda package names'ni biz import qilishimiz kerak. Buni package names'ni nima? Java.io. Java.io ning ichidagi file degan class degan gap. Buni mash qilib bo'lsa, import java.io degan package'dan men file degan classni ishlataman degan gap. File degan classniki qanday narsani ishlataman? Methodni ishlatamdan, fileniki objektini quramdim. Agar file objektini qursa qanday qurmasak, amal miyada constructorsi qanday qurganmiz? File deb bizib, fileniki bir parent file berganmiz, string child berganmiz, yoki oddiylashtirsa bir path name'ni string qilib bersak bo'ldi-ku. Bir yo'lini beribchi, shu hujjatni nada saqlaymiz, yo'lni bersak bo'lgan. Masalan, file, odatda obyektni qanday deklar qilamiz? Boshda classning ismini yozamiz, o'zimiz ism beramiz, file deb ism berayman. Andan keyin new file mushta deb deklar qilamiz degan gap. Andan keyin buningda quruq constructor yo'q-ku, hamma constructorga bir parameter berganmiz. Biz mana ikkinchi constructorni ishlataylik, bir path name beriladi. Buni bir path name bersak, bu bir stringga, shu mundaq tirnoqni bir nachimiz. Path name'ga nima beraylik? Masalan, men C diskini ostida ishlatmoqchi bo'lsam, C deb mundaq berib qo'ydim degan gap. Mana buni ishlataylik hozir. Hech qanday xatolik chiqmadi. Mana mushtaq import qilgan vaqtida mushtaq ishlatamiz degan gap. Anandiki yana bir bildigan nuqta, Java.lang degan package-ni biz import qilmaylam udul ishlata olamiz. Boshqa package-larni hammasini import qilishimiz kerak. Lekin mana ichidagi Java.lang degan package-ni, lang degan language deganga vakil qildi. Lang degan package-dagi ma'nosini biz classlarni ishlatmoqchi bo'lsak, Java.langni import qilma deb yozma, udulmi shu classlarni ishlatayosak bo'lardi degan gap. Masalan, buni ishga math degan classni ishlatayman. Math.absolute value -1. Negative 1 absolute valuesi 1 oldu. Hamda biz bu mathni yozgan vaqtida Java.langni import qilma deb yozmadik. Chunki bu Java.langni import qilmasaqmi udul ishlatalaymiz aslida classlarni. Lekin boshqa package classlarni cho'qim shundoq import qilib ishimiz kerak. Masalan, file degandek. Hamda buni print qilib chiqarib boqaylik, to'g'ri yozdimmi, xato yozdimmi? Bir deb bizga to'g'ri absolute valuesini chiqarib berdi degan gap. Ham bir masala to'g'ri nima ishqa mathga biz objekt qurmaylam, bu dolu classning ismini yozib, checkni yozib bilan methodini ishlatib ketdik degan savol tuyuldi. Buni oldin sanda staticni ko'rgan bo'lsanglar tushunsizlar. Chunki men nima deb turganda, mana absolute value degan biz hozir 3-sini ishlatdik integerni berib. Absolute value degan bu method bir static methodga. Static methodni qanday alaylik degan vaqtida, shundoq ishlatgan vaqtida objekt qurmaylar, udul classning ismini ishlatalaymiz degan gap. Ammo bu package bilan importniki aloqador bilimlar. Undaq bo'lsa, o'zimizmi mana shunga o'xshash bir hujjatlarni qura olamiz, men bir class qursam shunga o'xshash yoza olamdik degan vaqtida, albatta yoza olamiz. Masalanga, men miyaki mash degan class studentni ishlatib turay. Biz bu mash degan studentga bir nom beraylik. Void print int bir mas'ul qo'shib qo'yaylik. Yo'qdan bir buni bir parameter beraylik, bir integerni qabul qildi, I degan integerni. Ankin bu I degan integerni bizga print qilib chiqarib berdi deb. Ammo bir oddiygina bir classni qurib qo'yib turaylik hozircha. Bu classni qanday shuncha dokument qaylandiramiz degan gap. Bu hamda bek muhim nuqtamiz bilvasanlardan bulan narsa. Buni tushunish uchun boshda biz izohat, ya'ni kommentni qanday yozishimiz tushunishimiz kerak. Masalan, comment degan bundaq bir narsani ichimga qolgan gapimni yozma, lekin kod ijro bo'lgan vaqtida shuning orqadagi shu narsalarni ijro qilmaydi. Bu hisobda developerlar kodni yozgan odamlar o'zi aniq bilish uchun yozib qo'ygan izohat.
Bu izohatni yozishning qanday belgilari bo'ladi desam, ma'lumga o'xshash ikkita slash degan mushu bir qurdiki, mush ikkinchi qurdiki barliq gaplarni hammasi izohat degan gap. Uchinchi qurga kelganda izohat bo'lmaydi. Vaqtda xatolik chiqib qoldi. Unda biz 3-4 qur izohat yozmoqchi bo'lsak, qanday yozamiz deyaptida, bir slash, bir starni yozib, enterni bossak, mana shunday. Mana shu orasiga qancha qur izohat yozsak, shuncha qurning hammasi izohat shaklida keladi degan gap. Bu ikkinchisi. Hamda yana bir 3-xil bir usul bor. U qanday deyaptida, bir slash, ikkita star. Bu qanday nimani bildirdi deyaptida, bu bir xil izohat. Masalan, biz bu class qanday class, bu bir o'quvchi class. Biz miyaga o'quvchi deb hamda yozib qo'yaylik. O'quvchi degan class. Keyin ma private string name ga bir izohat beraylik. Buni qanday bu degan bir ism deb izohat beraylik. Maktabga kelgan vaqtida maktab deb yozib qo'yaylik, izohat berib. Yoshga kelgan vaqtida yosh deb yozib qo'yaylik. Yosh deb yozib qo'ydik. Ammo methodga kelgan vaqtida metodni basak o'z darhol holda parametr bor, bu parametr I degan parametr bor deb o'z chiqarib berdi. Menda shunaqa aqlli. Biz bunga bu metod to'g'risida izohat berilib, bu bir sonni print qildi deb yozib qo'yaylik. Bir sonni print deb yozib qo'yaylik. Bu parametr I degan bir son deb izohat beraylik. Hamma narsani izohati mukammal bo'ldi. Bu avvalchilik qilib bunda bir 3 qor xatni sarf qilib hammasi izohat berishning nima ahamiyati deb so'rashlar mumkin. Buni qanday qilamiz degan vaqtida boshda men o'zimningki desktopimga bir yangidan dokument quray, buni doc deb turay. Keyin qaytib kelib, ma tools deya yana bosib, bu yerda generate java doc deb qo'yaman. O'shan bossaq, agar qaysini generate qilsa degan bor, whole project degan butun projectni generate qildi. Biz faqat mush student java deganni generate qilmoqchi, shuni tanladik. Nega chiqaramiz vaqtida C diskidagi desktopdagi document degan folder chiqaramiz deb tanladik. Hamda okayni bosib qo'ysak, shuning bilan bizga studentniki o'zimizning classni chiqarib berdi. Student deb bossaq, miyada bundan bir private int bor. Bunun attribute'lar bir private int bor, string bor, age, name, school, buningki comments'i. Qancha show deydi. Comments'i ma yosh, ma ism, ma maktab deb yozib qo'ydik. Buningki constructor'si yo'q, default constructor. Buningki bir tala method bor, bu method bir sonni print qildi degan method. Andan keyin mana shunday biz yozib qo'ygan hamma narsa bir document shaklida, shu Javaning o'zining dokumentiga o'xshash bir document shaklida yozib chiqildi degan gap.